Bolangiz alloma bo'lib ulg'ayishini istaysizmi? Videoni saqlab qo'ying. Chunki bu oddiy o'yinlar bolaning miyasi tana harakatlarini yaxshiroq tushunishga, badanini turli jismoniy ishlarga moslashishga o'rgatadi. Bola hayotni yaxshiroq anglashga tayyorlanadi. Yosh bolalarni televizor, telefon va kompyuterdan biroz chalg'iting. Bolangizning o'sishi va rivojlanishiga yordam bering. Haftada 1-2 marta bo'lsa ham bunday mashqlarni bajarib tursa, bolaning qanchalik diqqatliroq, zehnliroq, mulohazaliroq bo'lib borayotgani ancha seziladi. O'yinlarga bolaning dadasi, buvisi va bobosini ham qo'shing. Bu hammangiz uchun foydali bo'ladi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bizni kuzatib boring. Butun oilangiz uchun yanada maroqli o'yinlarni ko'rishingiz mumkin. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.